Mana shu Ramazon haqida va Ramazonni o'rtasiga yetib qolganligi haqida bir jamoatga eslatsak. O'zi masaladan maqsad intasafa shahru Ramazon. Ramazon oyini ham yarimiga yetib keldik degan so'z. Balki yarimdan o'tdik. Yarimdan bir balandlik bo'lsa, birodarlar, mana shu balandlikka ko'tariladi. Ko'tarilgandan keyin pastga qarab tushishlik tezroq bo'ladi. U joyga ko'tarilib olguncha mehnat qiladi odam. Pastga darrov tushib ketib qoladi. Ramazon kelishlikdan avvalgi bir kunlarimizni eslaylik. Ramazon kelishdan avval biz aytdik. Yaqinda Ramazon kelar ekan, mana ro'za oyi kelar ekan. 10 kun qolibdi, bir hafta qolibdi, 5 kun qolibdi. Undan keyin aytdikki, oy ko'rindimikin, yo'qmikin? Bizda ro'za ekan, u yoqda ro'za ekan deb ba'zilarimiz bilan, bir-birlarimiz bilan telefonlarda, boshqa nimalarda, o'tirishlarda ko'rishgan joylarimizda ro'za kepti deb birodarlar bir-birimizga bir xush xabarlarni tarqatdik. Xursand bo'ldik. Ramazon oyi ham kirib keldi. Hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Iza dakhala shahru Ramazon", Ramazon oyi kiradigan bo'lsa, "Futtihat abwabul janna", jannatning eshiklari ochiladi. "Va gulliqat abwabun nar", do'zaxning eshiklari yopiladi. "Va suffidatush shayatin", shaytonlar esa zanjirband qilinadi deb Ramazon oyiga kirdik. Ramazon oyiga kirganimizdan keyin birinchi tarava kunlarini eslaylik. Bu masjidimizda ham, boshqa masjidlarda ham. Hattoki arab diyorlarida ham, birodarlar. Ajablanamiz, ko'pchiligimiz arab diyorlarida ham. Masjidda birinchi, ikkinchi kunlarda odamlar ko'p bo'ladi. Oshkucha bo'ladi. Tarovih kelibdi deb hamma masjidga kelib oladi. O'zi sunnat. Tarovih kelibdi deb hamma masjidga keladi. 1 kun, 2 kun, 3 kun, 4 kun. Qarasa inson o'zida o'zgarish topmadi. Sekin xufton namozini uyda o'qishni boshlaydi yoki bu yerda qisqaroq namozni o'qib uyga qaytib ketishlikni boshlaydi. Mana shuni haqida aytmoqchiman men jamoatga. Men o'sha narsa to'g'riliq jamoatga aytmoqchiman. Nima sababdan birodarlar 3 kun, 4 kun taravaga kelib biz keyin kelmay qoldik degan savol bo'lsa, ro'za keldi, yaxshiliklarni olib biz Ramazonda yaxshiliklarga erisha olmadik. Ro'za eshiklarini ochib keldi, biz shu eshiklardan kira olmadik. La'allakum tattaqun, ro'za tutsanglar sizlarda shoyatki taqvo paydo bo'lsa dedi Alloh taolo. Bizda taqvo paydo bo'lmadi. O'sha taqvo paydo bo'lmagandan keyin oyoqlarimiz taravada tura olmadi. Vaqtlarimiz masjidda o'ta olmadi. Uylarga borganda ham xatm Qur'onlar qila olmadik. Mana hozir endi Ramazonni yarimdan o'tib ketdik, birodarlar. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo "Vash-shamsu tajri li mustaqarrin laha, zalika taqdirul aziz". Quyoshni biz taqdir qildikki, mustaqarrin laha deyapti. O'zini mustaqir degani muqim, aniq qilingan joylari bor. Ash-shamsu tajri deyapti. Quyosh ketadi. Quyosh oqib yuradi deyapti Alloh taolo. Ya'ni quyoshning manzili bor. Wal qamara qaddarnaha manazila hatta ada kal urjunil qadim. Oyni ham manzillarini belgilab berdik. Oy va nihoyasida kichiklashib boradi. Mana 2 kun bo'ldi, kichiklashishni boshladi. Buni e'tibor berayotganlar biladi. Oy sekin-sekin kichiklashyapti. Yasin surasida Alloh taolo Wal qamara qaddarnaha manazil. Oyni manzillarini biz taqdir qildik deyapti. Hatta ada kal urjunil qadim, kichiklashib mana shunday bir kichik bug'doyni qiltirig'i deydi, bug'doyniki. Deyarli ko'rinmas bo'lib ketadi. Ana o'sha ko'rinmas bo'lib yangi oy chiqqanidan so'ng agar shu bugungi oyga nisbatan oladigan bo'lsak, keyingisi Shavvol bo'ladi, birodarlar. Shavvol degan ro'za tugadi degan. Ramazon ketdi degan. Hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Yunadi munadi", nido qilguvchi nido qiladi. "Ya bag'iyal khayri aqbil va ya bag'iyash sharri adbir". Ramazon kelganidan so'ng nido qiladigan nido qiladi. Ey yaxshiliklarni istab yurgan, yaxshiliklarni xohlayotgan aqbil deydi.
mana yaxshiliklarni qilmaysanmi yaxshiliklarni deydi. Mana yaxshiliklarni eshigi ochildi, yaxshiliklarni qilmaysanmi deydi. Va ya bag'iyash sharri adbir. Ey yomonliklarni qidirib izlab yurgan odam, to'xta deydi. Adbir degani ortinga qayt degani. Adbir degani ortinga qayt degani. Mana bu hadisni ayni Ramazon oyida aytilgan. Mana shu Ramazon oyida mana shunday narsalar bo'lish kerak, birodarlar. Biz Ramazon ro'zalarini tutyapmiz-ku. Masalan, e'tibor bergan bo'lsanglar, Ramazon oyida biz masala qildik. Jamoatga eslatdik. Ramazonni boshida aytdik, birodarlar, eslasanglar. Bu yerda ham aytdik, internetga ham aytdik. Ramazon kelyapti, faqatgina ro'za bilan emas, tilni tiyish kerak, ko'zni tiyish kerak, quloqni tiyish kerak, qo'lni tiyish kerak, oyoqni tiyish kerak deb aytdik. Bunga ham 15-20 kun bo'ladi yaqinda. Endi savol paydo bo'ladi. Shu siz bilan meni 15 kundan beri tutayotgan ro'zamiz tilimizni tiydimi yo'qmi, birodarlar? G'iybatdan to'xtadikmi yo'qmi? Buni misolini qarang. Dehqonchasiga tushuntiraylik. Jalpaqtirmayman buni dehqonchasiga. Bahor kelyapti, agrotingni boshla. Bahor kelyapti, ziroatingni boshla, ona yerlarini haydab qo'y. Bir urug'larni olib kel, ko'chatlarni olib kel, ekib qo'y deb birov aytsa, keyin bo'lmaydi shu ishlar. Hozir qilishing kerak, hozir shuni vaqti deb birov aytsa, ba'zilar shuni qilsa, boshqalar qilmasa, yaxshi mehnat qilgan odam zo'r samarasini olib, hosilini ko'rib xursand bo'lsa, yolqovlik qilgan odam hech qanday samara olmasdan Xudo bermadi desa, ayb kimda bo'ladi, birodarlar? Ayb kimda bo'ladi? O'zimizda bo'ladi ayb. Mana Ramazon keldi, Alloh taolo shaytonlarni baylab qo'ydi. Jannat eshigini ochib qo'ydi katta qilib. Do'zaxning eshigini yopib qo'ydi. Yaxshiliklarni ziyodasini oshirib ham berdi. Hali chiqib ketmadi. Lekin biz, ya'ni men, boshqa domlalar bilmayman, ko'p shikoyat qiladi baribir. Boshqa domlalarimiz ham shikoyat qilyapti. Biz jamoatdan xafamiz. Biz jamoatdan xafamiz. Shuncha bayon aytsangiz-u, hammasi emas. Shuncha bayon aytsangiz-u, bular amal qilmasa, birodarlar, o'ta katta hujjat bo'yninglarga qoyim bo'lyapti. Nafaqat men, boshqa domlalar ayniqsa internetda hammasi eslatyapti. Allohdan qo'rq, taqvo qil, namozingni o'qi, ro'zangni tut, ehsonni qil. Hamma narsani aytsa-yu, endi xafa bo'lmanglar-u. Shunday ma'lumotlar keladi. Menga mana 3 kun burun biri aytayapti. 3 kun bo'ldi. Tarovih namoziga kelyapman dedi shu yerga. Yo'lda 2-3 ta samordan o'tdim. Mashinasi stankasiga sig'masdan, ikkinchi stankasidan oshib qolib, yo'lda bo'yda turibdi deyapti. U yerda musulmonlar nima qilyapti bilasizmi? Iftorlik qilyapti o'tirib olib. Nahot biz bitta ibodatimizni ikkinchi ibodatimiz ustiga kirgizib yorsak. Masalan, buni misoli, birov men zo'r tahorat qilaman deb jamoatga chiqmaydi ekanda. Nimaga unday qilasan desa, uzoq, chiroyli tahorat qilmoqchiman deyapti. Onam boshqasi yo'q, men iftorlikni o'ta chiroyli qilishim kerak deb dasturxonlarni solsa, hamma narsani qilsa, keyin o'sha joyda futtonni ham o'qisa, tarovihni ham o'qimay o'sha yerda gaplashib o'tiraversa. Hozir nima qildingiz desa, iftorlik. Ha, bu iftorlik shom bilan futtonni orasida nihoyasiga yetadigan amal. Bu sahobalar davrini eslang. Bitta hurmomon ham iftorlik qilib ketavergan. Hozir avval iftorlik, keyin balinsa bo'lay deb qoldi. Dasturxondagi taomning ko'pligidan. Nima emish? Xuftonga ozon aytgan, hali mashinalar harakatlanmagan. Bir-biriga qarab, yaxshimisiz, tuzukmisiz, o'tiribsizmi, qanday bo'ldi deb 1,5 soat gaplashib o'tirib to'ymabdi. Nima? Iftorda o'tirdik, oyoqqa suratini jo'natib, bu yoqqa suratini jo'natib, mana bunday dasturxon. Qaysi ahvolga tushib qoldik, birodarlar, qaysi ahvolga tushib qoldik? Men o'zingga aytgilchi. Domla aytaveretmas, o'zimiz aytaylikchi. Nahot bir ro'zani tutdik deb bilamiz o'zimiz, ko'pchiligimiz. Tarovihda kamchiligimiz ko'p. Mana endi ro'zada ham kamchilik o'shuncha. Ana endi hamma ibodatni qilgan odamga o'xshab turib, iftorlikda o'tirib, xuftonga ham chiqmasdan, tarovihga ham kelmasdan nima qilyapsizlar desa, iftorlik qilyapmiz desa, bu odam nima qilmoqchi? Ro'zani savobini shu dunyoda olmoqchimi? Ro'zani savobini shu dunyoda olmoqchimi?
Shuning uchun bu aytilayotgan so'zlar, men hozir jamoatga aytayotgan so'zim ana kitobdan o'qib, bu yana ogohlantirish birodarlar. Bu haligi dehqonni misol qildim sizlarga. Hali mavsum ketmadi. Biz hali yarimiga yetdik-ku, nihoyasiga yetmadik birodarlar. Cho'jani kuzda sanaydi deydi ota bobomiz. Cho'jani kuzda sanaymiz deydi. Hali nihoyasiga yetmadik. Lekin nihoyasiga yetgandaymiz. O'zimizga o'zimiz savol beraylik. Tillarimizda o'zgarish bo'ldimi, yo'qmi? So'zlarimiz g'iybatdan yo boshqa narsadan shu roza bizni tiydimi, yo'qmi birodarlar? Ko'zlarimiz tiyildimi, yo'qmi? Chunki Alloh subhanahu va taolo la'allakum tattaqun, shoyatki sizlar tutgan ro'zalardan natija taqvo hosil bo'lsa deyapti. Qo'llarimiz, oyoqlarimiz ana o'sha ro'zadan natija topdimi, yo'qmi degan savolni o'zimizga o'zimiz beraylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar. Minbarga har bir qadamga qo'yganlarida amin, amin, amin deb 3 marotaba aytadilar. Sahobalar so'rashdi. Men hadis qisqaroq aytib beraman vaqtimiz qisqaligi uchun. Ey Alloh taoloning elchisi, nima sababdan amin, amin, amin deb 3 marotaba aytdingiz? Sabab nima dedi? Ana o'sha amin deganini bittasi bugun siz bilan menga tegishli bo'lgan masala. Meni ummatimdan kim Ramazonga yetib borsa va Ramazon oyi chiqib ketsa, valam yughfar lahu degan. Uni gunohlari kechirilmaydigan bo'lsa, uni burni yerga ishqalansin dedi. Jabroil kelib shuni dedi menga. Jabroil kelib xuddi shunday deb amin deb ayting dedi. Men ham amin deb aytdim deyaptilar. Jabroil farishtalarning ichidagi vazifasi ana u kalomulloh, Qur'onni, Tavrot, Injil, vahiyni olib keladigan eng aziz farishta. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning eng afzali. Ana endi qarang, ikkita eng afzal odam, biri farishta, biri inson, ikkalovi amin deyapti. O'sha aminga tushib qolmaylik. Amin deyapti. Ro'zaga yetib borsa-yu, yetib keldik, Xudoga shukr. Yetib keldik. Yetib kelmagan qancha bo'ldi? Ana endi shu yerda yana bir savol chiqadi birodarlar. Yanagi yili ro'zaga yetib boramizmi, yo'qmi? Shu yil ro'zani oxiriga yetib boramizmi deng? Yanagi yilgi ro'zaga yetib boramizmi, yo'qmi? Mavsum. Endi biz bu so'zimiz doim o'zi bitta odamni nazarda tutib masala qilmaymiz. Shu 4 ta 5 ta ko'yni bo'sh odamlar bo'ladi ekan, menga gapir deb xafa bo'ladi, mayli-da endi. Xafa bo'lganga qaraversan, gapirmash kerak bo'ladi ekan bir yo'l. Shuning uchun gapirib ketaveramiz. So'zimiz ayni bir kishiga tegishli emas, umumiy aytayapman. Qanchamiz hajga dokument topshirdik. Misol uchun bizning yurtlarda va boshqa yurtlarda va yer yuzi bo'yicha Ka'ba turibdi, lekin hajga bora olmadi. Balkim yanagi yil Ramazon kelar, buni oshqozon ishlamay qolar. Balkim buni jigar og'rib qolar. Balkim yana bu bir narsa bo'lardi, ro'zani tuta olmar. Siz avval Xudoga shukr deng, Xudoyim sizga imkoniyat berib ro'za tutgan avval. Qo'l beribdi, oyoq beribdi, boshqa beribdi, shu tarovihni o'qishga imkon beribdi, o'qiyotganingizga Xudoga shukr deng avval. Borib ko'ring bo'lmasa. Doktorxonadagi kasallarni bir ko'ringlar. 14 yildan beri joyidan qimildamasdan yotgan odamman men o'zim borib gaplashdim. 14 yildan beri yotadi ekan. Oyog'im bossa birinchi masjidga borardim deyapti. Faqir, miskin odamlarga yordam berayotgan odamlar ko'rib so'rasin-da, sen boyib ketsang nima qilasan desa, boyisam men ehson qilaman deydi. Biz boyimiz. Tiling ishlasa nima qilarding desa, Qur'on o'qirdim deydi. Bizga ishlayapti-yu. Ana ko'rdingizmi? Qo'polroq qilib aytganda non ko'rmizda biz. Xudo saqlasin. Biz Alloh taolo bergan ne'mat ichida yashaverganimizdan buni qadriga yetmay ketganmiz. Shuning uchun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, men amin dedim. Qaysi inson Ramazonga yetib borsa-yu va Ramazon oyi chiqib ketsa-yu, Ramazondan foydalanib gunohlari kechirilmaydigan bo'lsa, burni yerga ishqalansin, ma'nosi do'zax bo'lsin dedi. Men amin dedim dedilar. Jabroil kelib chunki menga aytdi, amin deng. Ayting amin deb.
30 kun imkoniyat berilsa, hamma narsa qilinsa ham yana hech qanday o'zgarishsiz yursa, bo'ldi. Bu do'zax deb amin devoring dedi. Men amin o'sha ummatim do'zax deb duo qildim deyaptilar. Birodarlar, shular safidan bo'lib qolmaylik. Shularni safidan bo'lib qolmaylik. Mana Ramazon bu yoqqa qarab ketishni boshladi. Nihoyaga qarab yaqinlashishni boshladi. O'zgaraylik birodarlar. O'zgaraylik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda yana bir kishi kelib, ey Alloh taoloning elchisi, Ibn Abi Awfadan rivoyat qilingan hadis ekan, qala ja'a rajulun ila nabiy sallallohu alayhi vasallam faqala inni la astati'u an akhudha min al-Qur'ani shay'an fa'allimni ma yujzini. Ibn Abi Awfa roziyallohu anhudan rivoyat qilyapti. Aytdiki, bir kishi kelib, ya Rasululloh, ey Allohning elchisi, ko'pchiligimizga tegishli bo'lgan hadis, shuning uchun o'qib beryapman. Men Qur'on o'qishni bilmayman dedi. Qur'on o'qishni bilmayotganlarga aytayapman. Uzr yo'q. Inni la astati'u an akhudha shay'an min al-Qur'an dedi. Men Qur'onni mana unday ochsam, chunki Ramazon Qur'on oyi, mana Qur'onni ochsam men o'qib ketolmayman dedi. U paytda endi nimalarga yozilgan, terilarga, boshqa narsalarga. Fa'allimni ma yujzini. Ey Allohning elchisi, menga bir narsa o'rgatsangiz, xuddi Qur'on o'qiganday bo'lib qolay dedi. Men mana shu Qur'on o'qiyotganlarning savobiga o'xshab men ham bir mashg'ul bo'layin dedi. Qala qul, aytdilar, sen mana unday deb aytgin. Ana shu joy muhim, shu yerni eshitib turamiz. Subhanallohi valhamdulillahi va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billah. Subhanalloh valhamdulillah va la ilaha illalloh vallohu akbar va la havla va la quvvata illa billah deb ayt dedi. Osonmi, qiyinmi birodarlar? Oson. Qala ya Rasululloh hada lillah. Ey Allohning elchisi, bu yerda men Allohni ulug'ladim. Menga nima qoldi dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, qul, ayting, Allohumma arhamni va afini vahdini varzuqni. Allohumma arhamni, keyin duo qiling debdi. Ey Robbim, menga rahim qilgin, vahdini, hidoyat bergin, varzuqni, o'zing rizq bergin deb aytgin dedilar. Bu Qur'oni Karimni o'qishni bilmayotgan odamlar uchun uzr yo'q. Va afini, ofiyat bergin deb duo qilgin dedilar. Qala hakaza bi yadihi qabadahuma. Qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amma hada faqad mala yadayhi bil khair. Mana unday qilib turib boyagi sahoba Allohumma arhamni vahdini varzuqni deb duo qilgandan keyin, ya'ni ey Robbim menga rahim qil, duo qilaverasiz qanday bo'lsa ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana o'sha odam hozir ikkala qo'lini Allohning rahmatiga to'ldirib oldi deb duo qildilar. Hozir Alloh taoloning rahmatiga to'ldirib oldi deb duo qildilar. Bu Qur'oni Karimda o'qishni bilmayotgan odamlarimiz uchun eslatma bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni Ramazon oyidan burni yerga ishqalanib chiqqan emas, balki Allohning roziligi bilan gunohlardan forig' bo'lib chiqqan bandalarning qatorida qilsin.